hech emas. O'tgan videoda ko'rsatganim dron deb yozsangiz hamma moblar oyog'i osmondan bo'lib yuraversin. Bu safar ham o'sha dron degan so'zdan foydalanamiz va sizlarga qishloqni oyog'idan osmonga qarab bosishni o'rgataman. Sizlarda ko'rasizlar, Minecraft'dagilar shunday qishloqlarni oyog'idan bosib qiynaydi. Tagiga lava qo'yib qo'yadi, qishloq qo'qadi. Yo'q, lekin ular sizlarga qanday qilganini ko'rsatmaydi. Men sizlarga hozir uni qanday qilishini ko'rsataman. Agar video sizlarga yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Kommentariyada yana safar qanday video chiqishini o'zingizning izohingizni yozib qoldiring. Besh 6 blokdagi chiqarasiz va xohlagan bitta blogingizni qo'yasiz. Men loyni tanladim. Va bizga aytgancha zanjir kerak. Mana zanjirni osamiz. Endi sizlarga hozir bitta narsani o'rgataman. U ham bo'lsa ko'rinmas bo'ladigan survival dosa bo'lmaydigan baryer osaman double. Hozir uni ko'rsataman. Give deb boshlaysiz. Kimgaligini yozasiz. Masalan, as o'zingizga. Men o'zimga as nima deb yozasiz? Barrier kerakmi? Barrier. Barrier. Jo'natildi mana shu bella. Qo'lingizda tursa bu qora qizil narsaga o'xshab ko'rinadi, lekin u qo'lingizda olsangiz u ko'rinmaydi. Lekin uni shakli bu yerda turadi. Buni ko'rinmas bo'ladi va buni ustida yursangiz, sakrab yursangiz bo'ladi. Lekin buni jonlida, ya'ni survival rejimida hech kim ola olmaydi va olib bo'lmaydi. Biz hozir shu ishni qilamiz. Bu zanjirning har xil tarafiga bu barrierdan qo'yamiz va pastiga qaratib 2 blok hammasidan tushiramiz. 1 blok, 2 blok. Minecraft'dagilar ham, YouTuberlar ham xuddi shu ishlarni qilishgan. Siz bu ishni qanday qilishni bilarmidingiz? Bilsangiz, izohlarga yozib qoldiring. Men bilaman deb. Yanagi videoda men sizlar bilmaydigan bo'lgan har xil narsalar komandaga yozib olsangiz bo'ladigan narsalarni ko'rsating. Mana endi buni nomlaymiz. Mana bu yerda ko'rinib turadi. Mana qarang. Qishloqi oyog'idan zanjir bilan osildi. Loy sizga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, xohlasangiz olmos, xohlasangiz nezerite, xohlagan blogingizni qo'ysangiz bo'laveradi. Bu grum degan so'z boy mobni oyog'ini osmondan qilishga kuchi yetadi. Masalan, men olmos ham qo'yib ko'rsatdim. Bu ishlab turishni hayotning o'ziga biroz chiroyliroq bo'lishi. Mana ko'ringlar, qishloqi oyog'idan osildi. Bu barrierni orqasidagi narsani hatto urib ham bo'lmaydi. Yonini hech qanday ketkizib bo'lmaydi. Bu haqiqiyga o'xshaydi. Qishloqqa oyog'i bilan zanjirda osildi. Vardenni ham oyog'ini ilgili
oyog'i osmondan bo'lib vardi. Vardenni oyog'ini osmondan boy moblar oyog'i osmondan. Har xil o'zingiz jonlida topolmaydigan bo'ladigan eng qiyin loylarni olishni o'rgating. Masalan, komanda blok. Har doim birinchi bo'lib mana shuni so'qchani qo'yasizda, yuk deb yozasiz. Menga as deb yozasiz yoki up deb yozsangiz ham bo'ladi. Bu ham bo'laveradi. Up endi nima kerak? Komanda. Agar u so'zda blok so'zi bo'lsa, blok so'zi qo'shiladigan bo'lsa, pastga tirikcha qo'yib turib blok. Komanda blok. Komanda. Bu hech qanday cheat emas. Komanda blok bizda. Bu yerga Summon Ender Dragon desangiz ham bo'ladi. Summon Dragon. Mana hozir biz shu teknikda Ender Dragon'ni chaqiramiz. Kerak nima? Komanda blokni nima bilan esangiz hamma bilan ichiga kirib ketadi. Shuning uchun tushayotgan desangiz turadi. Ender Dragon teknikda Ender Dragon Ender Dragon'ni portalxonasini baribir bo'lmaydi deganlarga esa uni ham qilib bo'ladi. Ender Dragon ishonmasangiz, ba'zi odamlarda bu ishlamaydi. Chunki siz manday qilasiz, mana bunday qo'yasiz. Mana bunday ham qo'yib ketadi ba'zi o'yinchilar. Bunday qo'ysangiz bo'lmaydi. Mana meni ham ishlamaydi deb o'ylamang. Hozir yoriq qilib olay, sizlarga ko'rsataman. So nice ertalab degan komandani ba'zilar ishlatishni biladi, ba'zilar esa hammasini qo'yib chiqishingiz kerak. Agar siz survival rejimida Ender Dragon'ni portalxonasini olib qiladigan bo'lsangiz, mana shunday ikki joyga turib atrofingizga qaratib qo'yishingiz kerak. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu tarafga qaratib qo'ysangiz bunday turadi. Bu tarafga qaratib qo'ysangiz bunday. Bu yerdagi to'rtburchak tarafda har xil turadi. Ana endi bu Ender Dragon biz hozir to'g'ri qilib
shaklga Ender Dragon'ni portalxonasini yoqadigan bo'lsak, bu ishlaydi. Ender Dragon'ning portali bu yerda baryer. Ender Dragon'ning portalxonasi baryerini o'ziga olib ketaveradi. Dragon'ning portalxonasi komanda bilan Bedrock'ga ham olamiz. Bedrock'ni sindirib bo'lmaydi deyishadi. Bu yerda va yoksa Bedrock ham, baryer ham, komanda blok ham yo'q. Bu bloklar bu yerda ham yo'q bo'ladi. Hozir sizlarga o'rgatadigan narsa hamma bossni, hatto Vardenni ham bir darbada o'ldira oladi. Hatto Endermenlar ham u payt teleport qilishga ulgurishmaydi. Komanda bloğunu qo'yamizda. Keyin yozamiz. İşte oxirida Minecraft va joy tashlab turib va yozar. Va bo'ldi. Mana bu yerda kill command blocks deb turib kill qutisi edi asos chiqadi. Mana Aneltivani Ender Dragon'ni qo'shib Endermenlar Ender Dragon'ni kirishdan qo'rqadi. Oldimizdagi Endermenlar ham ular. Faqat Endermenlar bu yerda cheksiz spawn bo'lishi orqali o'lishadi. Agar Endermenlarni to'liq qirishimiz kerak demoqchi bo'lsangiz, mana bu basharachadan olasizda. Uni komanda blokka olasiz. Bilasizlar, bu basharacha to'xtatib juda ko'p marta 1 minut ichida narsa chizadi. Elektr yapar ekan. Mana ko'ryapsizlar, Endermenlar spawn bo'lgan payt yo'q o'lyapti. Spawn bo'lmaydi. Endi bu yerda sizdan tashqari hech kim bo'lmaydi. Agar siz jonlida bo'lsangiz, siz ham o'lasiz. Minecraft tugadi. Sizlarga ko'rsatadigan blok strukturniy blok. Deb yozasiz va struktura paketcha yana blok deb yozasiz. Yo'q, paket nuqtasi qo'yilmabdi, la'nat. Yana boshdan yozishimiz kerak. Mana bunday g'alati bo'laveradi.
Buloy eng qiziq buloy mana shu. Bu yerga qo'ysangiz qandaydir oq chiziqlar turadi. Bu oq chiziqlar sizni maydoningizni bitta joyini boshqaga ko'chirishga yordam beradi. Masalan mana. Ko'ryapsizlar? Shuncha narsa bu. Bu oq chiziqlarni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Shovni bittirsangiz yo'q bo'ladi. Buni nimaligini bilmayman. Bu yerga bitta so'zni yozasiz. Masalan, obuna bo'ling. Like. Save. Turishni saqlash. Bu yerga yana bitta xohlagan soningiz. Masalan, 19. Bu uzunligini 19 blok qildingiz. 19 blokni saqlab olasiz. Mana bu yerga endi 3. Ana endi buni nima qildik deb o'ylamoqchi bo'lsangiz, siz balandligini qildingiz. Lekin bu yerda bloklar yo'q, daraxt-baraxtlar yo'qligi hisobiga bu kerak bo'lmadi. Bu yerga esa 16 qilsangiz semizlik bo'ladi. Katta yer maydonini saqlash. Bunday blokka saqlandi. Mana ko'rdingiz, ana endi xohlagan joyingizga borib turib, turli blokni qo'yib bitta bu na bo'ling va bu yerga esa hozir yozgan narsalaringizni yozishingiz kerak. Mana bu strukturni blokni oldiga boramizmi? 19, 13, 16. Shularni eslab qolasiz. 19, 13, 16 degan sonlaringizni mana bunga yozasiz. Shu oldiga ketib qolish 3 yo 16 bu yerga qo'yavering. Bu bizga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Bu bilan olganimdan keyin bu sonni o'chirib, o'sha sonni yozgandan keyin videoni yoqaman. Mana oxiri qilib oldim. Bu strukturni bilan ham shunday. Ana endi biz bu yerga xohlagan narsamizni qo'shsak bo'ladi. Masalan, oddiy olmos bloklarini bu yerga saqlasangiz bo'ladi. Olmos qo'yildi. Ana endi mana bu strukturni ularni oldiga borib, chizdirasiz.
hozirgi joy o'sha joy. Hayvonlarni o'zining ichiga olishi ham mumkin. Bloklarni olmaydigan bo'lsa, yo'q bo'lib qoladi. Mana saqlangan diskni saqlashni esimdan chiqarib qo'yibman. Mana bu yerdagi mana detekni ezib qo'yasiz va save to disk diskni saqlash, ya'ni mana onda madrid xullas yanagi videoda buni qanday qilish o'rgatdim. Stop. Strukturni bilan qilib qo'ydim. Bu strukturni bilan videosiga yoqqan bo'lsa do'stlar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoling. Siz shu strukturni blok qo'limdagi va barrier va komanda blokini olishni bilarmidingiz? Bilmagan bo'lsangiz bu video siz uchun foydali bo'ldi. Bilgan bo'lsangiz men bu bloklarni bilardim deb kommentariyalarda yozib qoldiring. Ko'proq video chiqarishim uchun kanalga obuna bo'lib, like bosing. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Sizlar bu strukturni blokni qanday ishlatishni biladigan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men bilaman bu strukturni blokni ishlatishni. Men bu strukturni blokni ishlatishni oldinlari bilardim, hozir unutib qo'ygan ekanman. Siz bu komanda bilan nima qila olashingizni ham izohlarga yozib qoldiring. Yana siz qanday komandaga yozsangiz beradigan bloklarni bilasiz. Qanday ular ishlaydi? Ularning maqsadi nima? Hamma o'zingizning fikringizni kommentariyalarda yozib qo'ying. Hammaga xayr. Videosiga yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosing. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.